İşleriye gap yo'q. Va ayniqsa ulardan nihoyat sinasi ekan. U tepib ham ko'rdim, urib ham ko'rdim. İşleriga gap yo'q. Xudo xolasa quvvatlasa ekan. ko'ngildagidek bo'lib, chiroyli bo'lib, bo'ldi. o'zingiz aytgan holatda mana kunlari ham hamma tomonlari chiroyli qilib tugatib berib topshiryapti. Bergan bolalar. Iloyim rozi bo'ling qora aka. Biz mehnatlarimizga biz rozimiz, xudo xolasa mana. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Xo'p, bu yer manzili Farg'ona viloyati Yazyovon tumani. Xonobod qishlog'i Soyon MFda bo'ldi. Xo'p, bu yerga Redpen Zolotoy dub original holatda ruchka zamon boshqa mashg'ulotlari. Xo'p, uzunligi 11,5 metr bo'lgan, balandligi 285 bo'lgan terasga qo'yib berdik. Bu yerda ikkita eshigi bor, biri 40 dan bo'lgan eshiklari, har bitta romimizda bittadan ochilishlari bor. Xo'p, taylar 60-70 sm ga akafon bo'ldi, seli holatda. Xo'p, o'sha g'ish urilmaydigan fasondan bo'ldi. Akamiz o'zlari shunaqa holatda aytdilar. Biz aytgandek qilib, xudo xolasa qilib berdik. Shu tagiga g'ish urilmaydigan holatini qilib bering deb o'zlari aytdilar. Mana shu g'ish urilmagan holat. Xo'p, zazorlari ham xudo xolasa 1 cm atrofida bo'lgan. Bularga yopishtirib, hamma yo'g'ini qilib berdik. Termor ruchkalari bilan ligirovkalar doimgidek yengil holatda, bu tomonlari ham zich yopishgan. Liniyalarni ham bir tekis qilib olganmiz, tepalari yu pastlari hamma yo'q bo'lib. Xo'p, aytib o'tganimdek, taylari quyoshga qaragan joy ham baquvvatligi ham hamma tomonlama mustahkam bo'ldi. Xudo xolasa. Bularda ochilishi bor. Kattaroq orasi shu bo'lgan 340 ga, balandligi 285, eniga 250 bo'lgan, 260 bo'lgan, keyingisi 220 shunaqa holatda bo'lgan har bitta oralar. Xo'p, xudo xolasa mana eshiklarni ham har bittasini iloji boricha yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, romlarning ochilishi. Xo'p, mana ko'p joyda uyda egalari o'zlari ham aytadi, endi videoga chiqishga hamma har xil. Endi albatta mana xudo xolasa qora akam o'zlari ishlarni yakunlab berdik. Qora aka, ishlarimiz ma'qul keldimi bir? Ishlarga gap yo'q. Ayniqsa ulardan nihoyat sinasi ekan. U tepib ham ko'rdim, urib ham ko'rdim. İşleriga gap yo'q. Xudo xolasa quvvatlasa ekan. ko'ngildagidek bo'lib, chiroyli bo'lib, bo'ldi. o'zingiz aytgan holatda mana kunlari ham hamma tomonlari chiroyli qilib tugatib berib topshiryapti. Bergan bolalar. Iloyim rozi bo'ling qora aka. Biz mehnatlarimizga biz rozimiz, xudo xolasa mana. Ichkaridan ham bitta yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Xo'p. Endi shilib nozlari mana Redpen hammasi, bunaqali arzon materialdan bo'lgan yo'q. Bilasizlar, bu Redpen o'sha akfani o'zini ikkinchi material hisoblanadi. Ruchka zamon boshqa mashg'ulotlari doimgidek akfani o'zidan bo'lgan. Zamonlari ham o'sha silindrli akfani o'zidan. Xo'p, mana ochilishlari o'zlari ham mana bir qator ishda doim oxirida topshirib, egalarini o'zlariga mana ko'rib olinglar deb topshiramiz. O'zlari bitta baho berib ko'rasizlar. Havo aylantirish holatiga ham bemalol yetadi. Mana shu joyimizga 3 ta ochilish bo'lgan. Xo'p, shuning bilan xudo xolasa bugungi ishimiz o'z yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshikron beramda teraskalar zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.